Buxoroda eng boy insonlardan biri va yirik biznes imperiyasini qurgan millioner Farhod Qosimov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Farhod Qosimov 1985-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. 24 yoshida uyida plita biznesini boshlagan va u muvaffaqiyatli ketgach qurilish sohasiga kirgan. Bugun esa uning qurilish loyihalari qiymati $100 million dan oshgan. Ikkinchisi, Qosimov yillar davomida ko'plab yirik bizneslarni yo'lga qo'ygan. U Mega House qurilish kompaniyasiga asos solgan. Mega Beton brendi ostida esa O'zbekistondagi 3 ta yirik beton zavodi va 40 ga yaqin texnika unga tegishli. Shuningdek, Buxoroda $3 million mehmonxona qurmoqda va aynan u Buxoroda Giotto hamda CTR Chicken'ning O'zbekistondagi eng yirik filiallarini ochgan. Uchinchisi, u nafaqat biznesmen, balki katta qalbli inson. Sovuq ko'chada bolasiga boshpana izlab yurgan ayolga to'liq ta'mirlangan uy sovg'a qilgani uning qilgan ko'plab yaxshiliklardan faqat biridir. Farhod Qosimov bilan to'liq eksklyuziv intervyuni Millionerlar klubida tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu videoga like bosing va iPhone 17 Pro ni yutib oling.